2019-yil mexanikani kraskasi top tozasidan olib kelib qo'ydi. Qaraydi. O'tda yaxshi archa balonlarda turibdi. Motorning holati, tiniq holatda ko'rasizlar. Hali mashina tayyorlanmagan, boshqa qilmagan. Shuni tayyor mashinani o'zi tiniq holatda yaxshi chepollarda poliklari bor. Gaz bas qo'yilmagan. Olib maza qilib haydashga tayyor mashina. Mashinaning holati rasmiyda tekis tiniq turibdi. Pardon, necha pul bo'lsa beramiz bu mashinani? 7000 o'zi deb o'ra? Ha, 7000 qimmat. Mashinalar narxi tushyapti. Benzin qimmat bo'lib ketyapti. Kelishtirib, chiroyli narxda deb qo'yibman. 6800. 6800 qimmat. Kanalga 6800 qo'ydimi? Ya, narigi mashinani 6800 qo'ygan edi. 2020 edi. Bunda o'shandan ozgina bitta. 3000 ham yetib beraman, mashina bir sinov bo'lsa bo'ladi. 6650 ga beraman. 6650 ga 6700 dan boshimni qotirib ko'rdi. Yana o'shandan $50 o't berdi. 6650 mashina tiniq holatda turibdi. Okalar, gazini bosib yuboradigan joyi